muammo ustiga muammo. 10x tracker muammolar shunaqa jonga tegdiki, bu galgisi nima ekan deyapsizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, nimaligini aytib o'taman. Usta tuzatdim deb aldabdi. Bugun borib so'yaman. Seni bo'yningda bo'ladi shu. Aka, nima muammo ekanini qiziqyapsizmi? Agar sizda 10x tracker bo'ladigan bo'lsa, siz ham ko'p bo'lmay mana mashina muammosiga uchraysiz. Bu rulni tagida turadigan, rulni quplab ochadigan zamogi bo'ladi va buning ichida chipi ham bor. Agar bu ishlamay qolsa, mashina zarar bo'lmaydi. Mashinamizni 8 soat oldin tashib ketishgan, evakuatorda. Undan bir kun oldin mashina uyda zarar bo'lmay qolgan. Zavat bo'lsa, o'chmay qolgan, o'chsa qaytib zarar bo'lmay qolgan. Hozir buni bizni vaqtimiz bo'lmadi, sababi kuni bilan shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapmiz. 1 soat oldin buni to'g'ri chochib, zamokdanligini aniqladik va buni hech kim remont qilmas edi, biz buni remont qilishga erishdik. Agar sizda shunaqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa, ustini proba olib keling, ishinglarni sifatli qilib bitirib beramiz. Okay, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Bu videoni bo'lsa 10x tracker haydaydigan barcha tanishingizga jo'natib qo'ying. Albatta, muzi ham esdan chiqmasin.